Assalamu alaykum qadrli radio dinləyicilər. Norvegiyaning poytaxti Oslodan berilayotgan Rishti radiosining bugungi 4-chi qatimliq anglatish orqali sizlar bilan yana bir qatim yuz ko'rishganligimdan intayin xushalman. Men program riyosatchisi Aygul Yusuf. Bugungi anglatishimizda Abduvali Ayub, Tahir Amud, Abdishkur Muhammad, Zulhayat O'tkir, Qutlug' Qodir va Oyvatan Samatning har xil janrdagi asl asarlari, shundaqla ko'ngilning aromi kuylar, e'lon san'at, fidokorlarimiz mundaq bo'ladi. Eng yangi xabarlar, ketganlar unutilmas qatorliq sahifalar qimmatli do'stlarimizning huzurida bo'ldi. Tövəndə qalamning kiçik sahifamizda vatan ichi va sirtida tonilgan ona til kurashchisi, tonilgan yozuvchi, o'z hayotini vatan davosiga otayotgan Uyg'ur o'g'loni Abduvali Ayubning chaylab ko'ndirishdan chinab ko'ndirishga nomli maqolasini huzuringizga sunamiz. Odatda bir kishining yoki bir to'p kishining adolatsizlikka sukut qilishi ko'nishga bog'liq. Bundan necha yüz yil burun Fransiya mutafakkiri Montesquieu İranliklar bilan fransuzlarni selishtirma qilgan. U İranliklarni bir qancha oy qamagandan keyin qo'yib berilsa, o'zining gunohsiz ekanligini bilib turib, begunoh qamaganni shohga rahmat aytadigan deb ong-tong qilgan ekan. Bu insonning qulluq ko'rinishi bo'lib, bu ahvol Uyg'urda İranliklarga o'xshash ko'rilishga boshlaganiga eng oz bo'lganda 300 yildan oshdi. Masalan, Appa Xo'ja shoir Mashrabni oqti qilib o'tgan. Ammo bichora xalq shu chaqda ba'zilari o'zining omon qolgani uchun yoqasini tishlab Xudoga shukr etgan, yana biri kattla o'zini o'limga hukm qilmagan jaholatchi Xo'jani madilab she'r qo'shiqlar yozgan. Uyg'urda Appa Xo'ja madilangan tazkirlardan men bildigan 8 tazkir bor. Molla Musa Sayrami shuncha aniq yozsa-mu, bu munofiq xo'jaga cho'qinish toki Xitoy tavobni chekligicha davom qilgan. Zolimning zulmiga, jazosiga sukut qilish, uni fosh qilishga petnamaslik, zolimni murassasiz jazolashga jur'at qilmaslik bizda eng kam bo'lganda 300 yillik tarixga ega. Xitoy qilgan zulmning hisobini elish, zolimni jazolash, zulm ustidan oshkora shikoyat qilish bizda bugun nima uchun so'z? Sababi o'xshash. Appa Xo'ja bir erkakni oqti qilsa, sukut qildiganga, Xo'jani oqlaydiganga odam chiqqandek, zulmga yoq tishlab o'z beshiga kelmaganga shukr qilganga avom chiqqandek, Xitoy qilgan zulmg'imi savrchan bo'lishga da'vat qildigan kattalar, savrchan bo'ldigan avom va sukutni tashabbus qildigan odat o'tirg'i chiqqan. Bu odat yillarning o'tishi bilan mustahkamlangan. Keyincha bu odat bir qism hokimiyatga yontayoq mollalarning vasitasi bilan savr, qanoat, shukr va itoat degan muqaddas o'qimlar bilan yezilib, bir aqida bilan tushuntirilganda zolimga sukut qilish, ko'rgan kuniga qanoat qilish an'anasiga aylangan. Demak, bugungi ota-onasi xo'rlansa, savr qilayli degan zotlar bilan Mashrab xo'rlansa yoq tishlab, shukr va savr qilgan xalq va savrni tashabbus qilgan zotlar o'xshash. Uyg'urning bu ahvolda o'zgarish bo'lgan yo'q. Bizdagi sukut zulmni hayotning bir qismi deb qabul qilishning an'anasiga aylanib ketganligi bilan munosabatlik. Appa Xo'ja va uning arvohi bizni qanday qul qilgan bo'lsa, Xitoy bu qullikni shundoq usul bilan davom qilyotdi. Xitoy va Xo'janing ko'ndirishi o'xshashla allaylab ko'ndirish va chaylab ko'ndirishdir. Albatta bizda bundoq chaylab va allaylab ko'ndirishga qarshi chiqqan ruh izchil bo'lgan va hech qachon sunmagan. Ammo bu qullikni odat qilgan avomning qalbiga singmagan. Mashrabdan keyingi Sadir Palvon, Abduxoliq Uyg'ur
va G'ani Botirning ruhi dal shu oppoq xo'ja arvoyiga tig' ko'targan ruh edi. Mashrabning isyonchi ruhi bilan oppoq xo'jaga murt bo'lgan qulluq ruhi muhojiratdagi Uyg'urning har birida mavjud. Faqat ba'zimiz qulluqni rad qilishga jur'at qilgan, qulluq rad qilingan muhitda o'sgan va qulluqdan saskinib, hurlikni tilimizga shuar, dilimizga mash'al qilgan. Ba'zimiz bo'lsak, yoqini tishlab, ko'rganni kun, terni kun deb yashashni mizon qilgan. Chaylab ko'ndirish va allaylab ko'ndirish zolimning jazosiga uchirganlarda boriga qanoat qilishni aqidalashtirgan. Shunga ona tutilganda o'g'il dadasiga qanoat qilib, zolimdan hisob so'ramaydi. Uning nazarda ona qamalgani bilan dada sirtda. Uningga qanoat qilish kerak. Chaylab ko'ndirgan Xitoyning qonlarini chet elda bo'libmi, hur ozod davlatlarda hech kim qilolmaydi. Ammo chaylanish bo'lmasla qo'l mijozlik, qursoq parastlik o'zgarib qolmaydi. Yomonlikqa yoq tishlab, zulmga ko'z yumib, falokatning o'ziga kelmaganiga shukr qilib, tishchi qilsa, lav yerilmaganga mamnun bo'lib yashaydigan bexudlikni hech bir inson o'zgartirolmaydi. Muhojiratda chaylab ko'ndirish va allaylab ko'ndirishga hech kim qodir emas. Ammo chinab ko'ndirishga hamma Uyg'ur, hamma yerda qodir. Chinab ko'ndirish deganimiz bir qism kishilarni yoki shu bir qism kishilar sababli bir yurtni chinab masxir qilish, haqorat qilish orqali ularning passivligini jazmlashtirishdir. Xalqimiz bir yoki bir to'p kishining noto'g'ri tafakkur, harakat va holatga ko'nishini quyruqini ichiga tiqib olish deb xulosa qilgan. Bundaq deganlik tanqid davomli bo'laversa va bir mezgil davom qilsa, kishilarda tanqidga qarshi immunitet shakllandi. Shuning bilan tanqidlash qanchalik shiddatli bo'lsa, ichiga tiqilgan quyruq shuncha chunqur yoshirinib ketadi. Shuning bilan tanqidning obyekti parga aylanib, tanqidlar bo'shliqda laylab qoldi. Buni xalqimiz qalin qattiq bo'lib qoldi deb ifoda qilgan. Bugungi Uyg'ur jamiyatida hammamiz chaylanib, xo'rinib, sabr toqat, shukr qanoatni odat qilgan an'ana ichida yashayotimiz. Zulmga sukut qilayotgani hargiz ma'lum yurtdoshlarimizning o'zi emas, balki uning Uyg'urga o'rtaq bo'lgan chaylanishdan, allaylanishdan shakllangan mazlumlik, muhtojlik, mahkumlik an'anasi. Chaylanishdan qutulmay turib, qulluqni, mazlumlikni, muhtojlikni va mahkumlikni yo'qotqila bo'lmaydi. O'rtaq azobdan qutulishning yo'li hargizmi bir-biriga barmoq chinash emas, bir-birining yig'irga tegish texmo emas. Faqat hurlikni söygan ruhning qandoq bo'lganligini, hurlikni bag'ishlaydiganlarning qarindoshlarini qandoq bag'ishlaydiganligini, hurlik uchun yashashning qulluqqa mahkum yashashga qaraganda naqadar qutlug', naqadar g'alabalik, naqadar mamnuniyatlik bir hayot ekanligini isbotlashdir. Hozir she'riyat gulzori saytimizda Tahir Hamid she'rlaridan ariyalar anlatamiz. Shivirg'am Tahir Hamid harakatning xislatiga ega farqlar bilan, boqiga suzilgan chekinmas yo'linishlar bilan, zimistonda eqiyotgan nurg'un yuzlar ko'rindi, tongda to'nglagan patqoqqa yiqilishayotgan. Kungayda zaxmilangan kristallar, taskayda yanchilish haqidagi bayonlar, terik ovozda qanotlangan e'tiborsizliklar,
O'chakdagi yulduzlar u sog'in quchoqda edi. Vasvasa ilkida yerim bir banda turadi. Fasil bir qatdan so'yilayotdi. Kəngliki yanğan ma'na aralashgan joyda kunduz faqat shivirg'an orqaliqla ishqa ashatdi. 2018-yili 5-yanvar Virginia. Boshqa bir yerda Tahir Hamid. Bu qashosiz kunlarda, bu chuvalchoq paytlarda peshonamga sizilgan bir nishon belgisi uchun o'zimni yerga etvatdim hamda kech-kechalab notanish qushlarning shapisiga quloq soldim. Bütün turishni o'yladim. Yo'l bo'yidagi boshqa bir yerda. Hatto yiroqqa qaravergan qiyoningmi ko'zi taladi. Ammo cho'lg'an sochlaringni yasadim. 2 barmoqingni qaychi qilib, bir o'chim suvni ko'ksingga chashdim. O'rmonning yong'iniga qarshi qo'yib. Shundoq menmu yiroqqa qarab faqat bir damla tura olayman. 2018-yili 28-may Virginia. Әмді Abdüşkür Muhammed şiirleri diqqətinizdə buldu. Şiir Baharning o'limi. Abduri Abdüşkür Muhammed. Bahar odamsiz joylarda yashar. Onunğa hamroh erkin qushlar. Lekin u kelar ba'zan shaharga shoirni izlab, chumilmak bo'lib she'rga, qonmoq bo'lib aşıqının bağrığa. Biroq shoir qarab o'ltirar tam tüyde, o'lgan baharning jasadini ko'tarib tog' tarafga ketayotgan chumulalar to'piga. Bularning holati naqadar o'xshar ha. 2009-yili 7-oyning 5-kuni hozir ochgan Uyg'urga. 2019-yili 3-oyning 14-kuni Shvetsiya. Kecha. Kechining chechimda qisqa, qalbimdek yo'ruq bo'lishini istayman. Aramizdagi musofani umrimga bog'layman. Aslida yosh ko'zimdan tomg'an tomchi edi. Men amdi uning ichida datlashmoqdaman. Biroq kecha xiyolimdek uzun, tushimdek qo'rqinchliq, seg'inishimdek cheksiz edi. Quyosh men kelgan uzun yo'lning yana bir tarafida, kechining qo'ynida mazxush edi. Chechim oqardi. Lekin
kecha oqarmidi, chechimning qolmadi yerimi, lekin kecha quyuq shu peti. 2018 yılı 8 ayının 3. günü Stockholm. Tövende Zulhayat Ötkür Hanım'ның avazlık əseri huzurimizda bo'ldi. Salam dostlar. Navbaharning dunyosiga xush keldinglar. Hayotda ba'zan boshqalarni xato tushunib qolamiz yoki boshqalar bizni xato tushunib qoladi. Xuddi Hazrati Mavlananing bizni bilganlar biladi, bilmaganlar o'zi kabi biladi deb o'tganidek, bu xil xato tushunishlardan beorom bo'lmang. İnsanlar sizni xato tushungan bo'lsa, ularning onglig'ini faqatla sizning uningizdir. Sizga faqat o'zining aqlidan kashgan yoki o'z tushunchalariga asosanla hukm qiladi yoki baho beradi. Bir hikmatda o'qiganim esimda. Masjidda namoz o'qilayotganda bir kishi namozning o'ttirsida gap qilib sapti. Buni ko'rgan yana bir kishi "Zuvaning nijiq, namoz vaqtida gap qilsang bo'lmaydi" deb o'z gap qildi. O'ylab baqsaq, hayotda ko'p vaqtimiz boshqalarning o'tkazgan xatoliklarini yuziga selish, ayiblash, o'zimizning so'zlarining yoki qilgan atkinimizning to'g'ri ekanligini boshqalarga isbotlash yoki tushuntirish bilan mashg'ul bo'lib o'tadigan. Dengizning tagida marvoyit bilan toshlar aralashib turadi. Lekin marvoyitni bayqagan odamlar qo'lga keltira oladi. Esil xislatlarni ham shundoq. Xuddi ashu qimmatlik marvoyit donasiga o'xshash qusur va pastkashliklarning orasidan tepiladi. Chunki tarbiya avval yurakdan keladi, eg'izdan chiqadi. Shunga fazilatingizdan zorlanmang. Parvona otashga shaydo bo'lib, uning atrofida piqirab ketalmagan vaqtida bu jazbining sababini tushunmaydi va piqirab o'tqa yaqinlasha oxiri kuyib kul bo'lib tugaydi. İnsanlarmı ayrılgandan keyin andın tushunadi yoki to'g'ri tafakkur qiladi. İnsan bo'lgan ekan nuqsonlar bo'ladi. Her kishi faqat dunyoda manli bor demasa, boshqalarni borligi bilan qabul qilishni yetishtirsa, yo'qni bor qilg'ili bo'ladi. Xatosiz do'st bo'lmaydi. Xatosiz do'st izlasak, do'stsiz qolamiz. İnsanlar qimmatimni bilmadi deganning o'rniga, agar oltin bo'lsam, qadrimni hamma odam bilardi. Ko'mir bo'lsam, qadrimni faqat meni tushunganlar bilsa bo'ldi deb o'ylashni bugun olaylik. Oxirida Navbaharning yozmalarini tinchig'ininglarga rahmat. Ko'ngilning aromi naqshi sahifasi orqali vatanni sevgan qalbinglarga aromlik istayman. Alay, ay,
yadımga salay yarim osmonni alay yadımga salay yarim yar yadımga yetkende var içmey koyman çayı yar yadımga yetkende var içmey koyman çayı ben kendim şakladım su içip kulaklarım ben kendim şakladım su içip Sımsım yağmur, sımsım yağmur Hıyalında kimle vardı Sımsım yağmur, sımsım yağmur Hıyalında kimle vardı Periştemni küzücüyse armanındı bana kaldı Periştemni küzücüyse armanındı bana kaldı
bugungi fidokorlar sahifasi Tahirjon Iminga bag'ishlandi. Qadrli do'stlar, fidokorlarimiz mundaq bo'ldi saytimizda Uyg'ur agentligidan elingan qisqa maqolani huzuringizga sunaman. Tahirjon Harmg'aysiz. Bu asar Uyg'ur agentligidan elindi. Avtori Ardam. Tahirjon bilan ikkimiz yarim yildan beri tanishib, do'stlashib, hamkorlashib ishlab keldik. Uningdagi samimiyat, tirishchanlik, fidokorlikqa qoyilman. Tahirjon vatanda o'qish mukofoti ta'sis qilib, xonim qizlarni rag'batlantirgan. Amerikalik Alice, ya'ni Uyg'urcha ismi Nazokat, o'zining bu mukofotga erishganligini aytib bergan edi. Chet eldimi shu? Adil Nodir ismli bir to'rdosh mundaq inkos yozgan. Ko'zimga yosh keldi. Vatanda 30 o'g'ilning beshi edingiz. Chet elda butun Uyg'urning sarkisisiz. Ün-tünsiz xizmat, o'zingizni cho'ng tutmasligingiz, g'ayrat shijoatingiz, jasurligingiz, yana talay talantingiz muhojiratdagi qarindoshlarga ulgu bo'lyotidi. G'ayrat qiling. Yo'qotganlarimiz inshaalloh Allohning jannatida bizni saqlayotidi. Sizga dunyo va oxiratlik utuq tilayman. Uyg'ur agentligida nurg'un kishilarning yangi chog'liq yaxshi ishlari madadlashtirish uchun yozildi. Nurg'un kishilarning ish izlari tunishtirildi. Biroq Uyg'ur agentligini qurgan Tahirjonning nurg'un xizmatlarini bilib tursaqmi, xabar qilib yozmadik. Tahirjon boshqalarni maqtadi, o'zini maqtishimizga yo'l qo'ymadi. Tahirjon boshqalarni ilhomlantirdi, o'zining dardini bo'lsa ichiga yutdi. Tahirjonga yarim yildan beri sizning ish izlaringizni o'z qo'lim bilan yozib chiqay dedim. Davron sanmaslik uchun qo'shilmadi. 2 yildan beri men Tahirjon ta'minlagan uchur, material va aloqa torlari bilan nurg'un muxbir, diplomat va kishilik huquq organlari bilan ko'rishdim, material sundim. Tahirjon gohida sabra, gohida savdo, uning tilini eshitib baxtim, og'indorchiligini ko'rdim. Uningdagi qizg'inlik, samimiylik kam tepildi. Tunugin Tahirjon o'z og'zi bilan qilayotgan xizmatlardan xulosa berishga majbur bo'ldi. Biroq bu ishidan bak suyundim. Tahirjon maktabda o'qigan mezgilda hamma fandan yuqori nomer elib o'qiyotgan edi. Da'vo uchun yarim yil to'xtayman deb, biroqla 1 yil to'xtadi. Doklad, leksiya, lobbichilik, xizmatlarga haydakchilik qilish Tahirjonni ko'p charchasimi bo'shashmadi. Tahirjon Uyg'ur agentligini mangdirish uchun iqtisodiy jihatdan qarzga bo'g'ilgandan boshqa nech turli iqtidorlarni o'rganishga majbur bo'ldi. 15 yil avval o'rgangan arabchani qaytadan pishiqlab maqola yozdi. Masjidlarda xutba so'zildi. To'g'ri batlarni yasash uchun o'zi WordPress va Python o'rgandi. Hamda bir nechta turbatni o'zi yasadi. Ish uni oldiga soldi. Ish uni tavladi. Ish uni hunarga pishirdi. Bular faqat men bildigan Tahirjonning Uyg'ur agentligi Uyg'urcha bo'limidagi bir parcha namoyandasi. U idora qilayotgan 12 tillik agentlik, televiziya kanali, xalqaro Uyg'ur ko'ngil bo'lish muxbirlar guruhi, har qaysi lobbichilik, kishilik huquq, siyosiy arboblar bilan aloqa, leksiya, xalqaroliq gazetlarda maqola, xalqni qo'zg'ash qatorliqlarning hammasiga bir qo'lliq yetishib ketib borganligiga hayronman. Tahirjonning fidokorligini ko'rib, 2018-yili uningga "Siz bu yil to'y qilmay tursangiz bo'lamdi nima? To'y qilsangiz bunchalik tirishchalik ko'rsatishingiz tasga to'xtaydi jumi?" degan edim. 2019-yili yana shundoq dedim. Lekin 2020-yili uning oila qurishiga, illiq oilada charchagan jismining, yolg'izlik azoblarining aram baxshiga erishi uchun
duo qilaman. Anlamaganlar anglasın. Yazğıcı Gülşen Abdulqadir xanım tərəfindən qələmə ilingan 5 fevral arxivləri namlıq kitab 5 fevral Gulji inqilobining 23-cü illiği münasibəti bilan İstanbuldakı Teklimakan Uyğur nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılındı. Kitap Amerika, Kanada, Avstraliya, Gollandiya, Norvegiya, Finlandiya qatarlıq dövlətlərdə 2020-ci ili fevraldan etibarən setildi. 5 fevral arxivləri namlıq bu kitap 5 fevral Gulji inqilobi haqida yazılgan tunji kitap bo'lib, kitapqa chet ellərdə yaşayotgan 5 fevral şahidlərinin bayanları 5 fevral Gulji inqilobi mezgildə ili vadisidagi ma'rif suyar ruh, savdo tijorat ahvoli, Xitoyning Guljiga elib borgan qirg'inchiliklari, Gulji mashrifidan Gulji inqilobiga aylanishgacha bo'lgan jarayonlar, Xitoy hukumatining ili ruhiga qilgan dushmanliklari, shundaqla avtorning 5 fevral Gulji inqilobidan keyin yozgan maqolalari kirgizilgan. Kitap soni cheklik bo'lib, kitap setilgan davlatlar va setishga mas'ul shaxslar tuvanligicha. Amerikada Zurayra Shamsiddin, Abobekli Osman. Kanadada Tuyg'un Abduveli, Gulshan Abduqodir. Avstraliyada G'ufrojin, Baxtiyor Bo'ri. Germaniyada Abdujalil Hojim. Shveysariyada Abdushukur Abdurashid. Norvegiyada Sanat Abla. Gollandiyada Ahmedjon Aziz. Finlandiyada Hiltaxun Mamtimi. Türkiye'de Teklimakan Uyghur Kitapxonasi 5 fevral Gulji inqilobida qurban bo'lgan shehidlarimizning ruhi shod bo'lsin. 5 fevral Gulji inqilobi haqida bilmaydiganlarimiz biladiganlarimizdan ko'p. So'zlayli, yozayli, saqlayli va o'qiyli. Şanlıq tariximiz oq qog'oz bo'lib qolmasin. Әмді, ана тілінің құдырты сәйіпімізді Японияда yaşayotgan Hacı Qutluk Qadir'ның Yaponiyadagi Uyg'urlar ana tilimizni qanday saqlayotidi nomli temada Istiqlol televiziyasida o'tkazgan suhbatini anglaymiz. Serpitip minglo chetilla andimel barg'im kelur bu ana til bo'lsa Qutlug hamda shu bilasiz bo'libmi Turkiyada biz ona tilni saqlab qolish masalasi haqiqatan sizning tilingizning bu qadar ravonligi, bu qadar 20 yil Yaponiyada yashab vatanga bir qatam qaytib boqmay turib albatta qalam egisi bo'lganligingiz, davomli millatingiz uchun bir narsa yozayotganligingiz albatta bir cho'ng bir turtki bo'ldi tilning saqlanib qolish uchun. Nurg'un davlatlarda eng cho'ng masalamiz muhojirat hayotidagi Uyg'urlarniki. Bo'libmi Turkiyadagi tilimiz bak yaqin bo'lganligi uchun bir qancha yil o'tmay farzandlarimizni tortib bu til masalasini yo'qotib qo'yish, aralashtirib so'zlash masalasini ig'ramdi. Yaponiyadagi butun xalqimiz Uyg'urlarmi shunda uzun yil yashagan bo'lsa-mu sizdek gap qilalamdi. Bu tilni saqlab qolish uchun nimalarga diqqat qilish kerak? Masalan, sizcha? Albatta, Yaponiyada yaşayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarımızın tilini saqlash jihatda zo'r kuchlarni chiqaryotdi. Ko'plagan oilalarda, ya'ni Uyg'ur ona tilida so'zlash, ya'ni bizning No'ruz faoliyatlarimiz deymiz, Qurban hayit, Ro'za hayit faoliyatlarimiz Tokyoda necha yuzlagan Uyg'urlarning birlashishi bilan an'anaviy kiyimlarimizni kiyib, ona tillarimizda özümüzün san'atini bayon qilib bu davomli o'tkazilyapti. Masalan, No'ruz bayrami Tokyoda nihoyatda hashamatli o'tkazildi. 300 Uyg'urlar bir yerga to'planib, No'ruz haqidagi she'rlarni bolalarga yodlagish, No'ruz haqidagi tushunchalarni berish, No'ruzning qanday kelib chiqqanligi haqidagi bu tarixiy orqa ko'rinishlarni anglatish. Bu haqda ular bilan, ya'ni bolalarga savod berish, bu haqda nihoyatda atrofli qilib boradi. Undan boshqa vaqtlarda, ya'ni bolalarga Uyg'ur tilini o'rgatish, o'zining kimligini saqlashda nihoyatda oilalarda bo'libmi onalar zo'r kuchlarni chiqardi deb qarayman. Uyg'ur ona tilini saqlashda, Uyg'ur ona tilininki, ya'ni soplig'ini shundaqla buning davomlashishi uchun hammadan muhim kuch oila.
Aile. Elbette bizden balla perzentlerimiz teşhide Yapon medeniyeti ve Yaponlar bilen yaşaydı ve Yaponlar bilen okuydu. Ama bu soğudun kirgendiğin keyin aile. Aileden ibaret bu bir küçük aile. Bizden Yaponiya içindeki ailemiz bir küçükletilgen Şark Türkistan'ın modeli. Aile demek benim Şark Türkistan'ım. Benim bu soğumdan kirgendiğin keyin elbette her kandak insan şu ailenin ilgisi ana tilde sözleş gerek. Benim ailemde koyulgan şart. Aile kirgendiğin keyin her bir Uygur özünün perzentiga bu soğudan kirgendiğin keyin o öyde çokum Uygur tili ana tilde sözleş gerek. Bulup bizden ballarımız şu yerde toğuldu. Bu ballağa ana tilde sözleş. Mesela Japonca kinolarını görüp atkan bolsam ben ballarım koygandı. Maşına Uygurca tercih kılınlar degen maş talapını koyayım. Başlangıçta okuyatkandan tartып Koçak filmleri bolsun, başka filmlerini Uygur tiliga bana tercüme kılıp berdi. Ma atalığını manda kalasan, ma bu Uygur tilida mandaqtaymiz, ma'ni mandaqtaymiz degende ba'zan jihatda men yordam qilaman. Undan keyin ballar onundan sırtqı vaqtlarda, akşamlarda bizim mesela neşir kılıngan suratli köçeklerimiz var. Kahramanlarımız hakkında çıkan küçük ballar kitaplar var, ballar tilde yazılgan. Bu kitaplarını ballara okup beriş. Ballara köçeklerimizden anlatış. Ballara yani öydün içinde dutta, ravap, çalgı esvaplarımızdan küçüktilgen nuskhalarını esiş. Tarihi suratlarımızı esiş. Bu arkalık çalgı esvaplarımızı, kiyim keçeklerimizi öyle namayan kılış arkalık aileden ibaret bir küçüktilgen Şark Türkistan'ın modeli arkalık özümüzün medeniyetini, özümüzün tilini saklaştırışımız gerek. Çünkü bu medeniyetin sahibi Şark Türkistan'dan ibaret bu topraktanki sahibi biz. Bunu biz çetelge çıkıp başka milletlerge assimilasiya bulup bunu biz ballarımızdan assimilasiya kılıp yetiştiğin özü biz özümüzün yüstürgellik bilen ibaret. Biz Xitaydan ibaret bir güçlük devletten besevelingan Şark Türkistan toprağını tartıp alıp deydigan mücadeleni davamlaştırıp atkan bir insanlar boğalığımız için elbette özümüzün ana tilini, medeniyetimizni ailede saqlaştırışımız gerek. Ailen ait mühim. Mesela balla ana til mektepleri var. Ana til mektepleri haftada bir qitim boludu, 2 haftada bir qitim boludu. Bazı vaqtlarda ballarning faoliyati bo'lish jarayonida ballar bunga nim qilolmaydi da. Ailede Uygur taamlarını, Uygurca tabak, Uygurca ana tilde kısa yemekti mi Uygur'un tamığı arkalık ballağa kiravatkan kuvvet mi? Yani yemeklik bu özüge medeniyetten bir kısa insanı tesir kılıdı bu ballağa. Uygurca yemek yiyiş arkalık ballağın tefekkürü Uygurca buladı bir yerde. Yemektin özü insanın tefekkürü tesir gösterilen neyse. Siz mesela Yaponiya cemiyetinde Uygur taamlardan jiraklaşıp Yaponiya'nın sushi'sini 10 yıl yapıra lağmen polo kebaptan jiraklaşıp sizin tamamen tefekkürünüz Japonca tefekkürü oladı. Yemeklikten tefekkürü gösterilen tesirde biz yemeklikimizden yani taamlarımızdan netçe 1000 yıllık bu lağmen polo kebaplarımızdan assimilasiya kılıp yoktu etmezliğimiz için, tilimizni yoktu etmezliğimiz için, medeniyetimiz yoktu etmezliğimiz için aileden ibaret küçük bir muzeyxanasida bunu yani kalbimizde çın saklagandak bunu aile saklap davamlaştırsak bunu elbette gelecekte ballarımız mı davamlaştırdı böyle. Ana tilimizi saklaştı en mühim amil ailede Uygur tilini sözleş. Bu aile Şark Türkistan. Bu iş Şark Türkistan'dan ibaret bu ailede Uygur tilinden başka tilde sözleş çeklengen degen tüzüm bilen bir aileni davamlaştırsak bizden ana tilimiz işini mümkün herkes yok olup gitmeydi. Hem sözleşilen ögütüşten hem ögütüş. Mesela Uygurlarınki hazırki kompüter yazığımız var, konu yazığımız var. Bunu ballağı tətilde ögütüş, bunu telaffuzunu ögütüş. Kılıç arkalı savadını çıkarılı buludu. Bu benim tecrübem hem de özemninki. Başka aileler kandak kılıdı onu okumayman. Şahsen menenki özemnin tecrübem şu. Öye girgenden gün ballağı mutlak ana tilde sözleş. Yani televizyordaki programlarını, bazı programlarını Uygur tiliga tercüme kılış. Ve şundaqlı bulanın tətilde Uygur çöçeklerini, Uygurlarınki hikayelerini, Uygur yani balla eserlerini bular okup berişi arkalık bulanı kızıktırıp Uygur tilini ailede saklap kalsak elbette tilimiz ölmeyi de böyle. Әмді, Norvegiya Ümit Ana Tili Mektubining o'quvchisi Oyvatan Samat Sharqiy Turkistonning Umidi ballar degan she'rni o'qib berdi.
Assalamu alaykum. Mening ismim Oyvestan. Men sizlarga opam yozib bergan she'r Sharqi Turkistonning umidi bolalar degan she'rni sizlarga o'qib beraman. Vatanning umidi nasli bolalar, Uyg'urning faxri erki bolalar, aql va idrokda xon toji bo'lmish, donishmand ham chechan aql bolalar. Ko'zinglar quyoshdir olamga boqqan, aqlinglar unshidur ilmga chochqan. Vatanning g'ururi bo'lgan sizlarga ajdodlar ko'rishning o'tini yoqqan. Vatandir sizlarning jannat bag'inglar, Uyg'urdur yo'lanchi tutigan tag'inglar. Hayotning davomi sizlarsiz bo'lmas, orzuliq to'lsin oltin chag'inglar. Rahmat. Tövəndə anlaydığınızla, mən Uyğurның qızımən. Әмді әң еңі xəbərlər səhifimizni başlayımız. Xəbər mənbəsi Uyğur agentligi. Mehmet Aydemir'nin Şərqi Türkistan Sayahatım nomli kitabı nəşrdən çıxdı. Uyğur agentligi SEDEF 2019 yılı 1 ayının 14 günü. Vətənimizdə misli görülməyən zulüm növbətdə Uyğur məsələsini dünya mediasında bir pəllə yuqarı götürdü. Dünyanın hər yerdəki insanların diqqətini tartdı. 1980 yıldan beri Germaniyada yaşap kelyatqan fotografçı, seyyah ve yazgıcı Mehmet Aydemir Qashqardan başlap Qumulg'icha bo'lgan 3000 kilometrlik yolg'iz kishilik safarda ko'rgan
va his qilganlarini, Uyg'urlarning urf-odati va madaniyatlarini, qo'rquv va andishiga to'lgan hayotlarini turkcha va nemischa ikki xil tilda yozib chiqqan. Kitobning birinchi nashri Uyg'urlarning yurtiga sayohat degan ismda, ikkinchi nashri bo'lsa Sharqiy Turkiston sayohatim degan ismda bo'lib, kitob Germaniyaning Hamburg shahrida nashrdan chiqqan. Oxirida biz butun Sharqiy Turkistonlik Uyg'urlarga vakolatan bizni va navbatdagi ahvolimizni o'zining qalami orqali o'qirmanlarga tunutgan Abdurga samimiy rahmatimizni bildiramiz. Tövəndə anlaydıqımız Ketkenlər unutilmaz sahifəsi. Bugünkü sahifimiz oxşaşla Uyğur oğlanı Küreş Kösənə bağışlandı. Avazlıq əsərini Ömər Qanat əpəndi bilən xanimi Mədinay Küreş Kösənnin vəfatından keyin tayarlagan həm özləri oxugan. Mən vətən millətinin ən ağır yükünü öz üstüge elib küreş qılıbatqan bu bir cüp fidakarlarga alayda rəhmətimni bildirmən. Vatan deb vatandan ayrılgan Küreş Kösen yat ellerge çıkıp yaşaşkı mecbur boldi. Küreş Kösen Şarkı Türkistan davasının böşüge hesaplangan Türkiye'ye keldi. U Türkiye'de vatanның uluqlığını teximi iniq düşendi. Vatanның qimmetini, vatanның qadrini teximi iniq anladı. Bulupmu Qazg'iston, Qirg'iziston va Turkiyalarda vatan davası ilib beriyotgan Harmas Uyghur oğlanlarının iş izleri onun vatanga bo'lgan mehr muhabbetini texmi oshirgan edi. Yegan oshim osh emas
Köreş Kösen 1996 yılı Türkiye'ye gelip Türkçe öğrendi ve şu yılı yana Kırgızistan'a kayıtıp geldi. O bu jarayonda aktif halda siyasi faaliyetler katnaştı. 1998 yılı Türkiye'de ötküzülgen 2. növetlik Dünya Uygur Yaşları Kurultayı katnaşıp, mezkur teşkilatının muavin reislik vazifesini üstüge aldı. O Kırgızistan'a kayıtıp berip, Oygan Türkistan namlık bir yürüyüş kasetinin 1, 2, 3 ve 4 albümlerini işlep tarqatdı. Kırgızistan'da mı Xitayning besiminden qutulalmagan Köreş Kösen, Kırgızistan'da 10 aylık qamoq ve rejimge ilindi. O, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın siyasi panalık tilep, 1999 yılı Şvitsiyaya kelip yerleşti. 2 yıl Şvit dili ve 1 yıl kompüter öğrendi. Avrupa'daki bir qancha devletlerde 10 qitim xalqaro muzika festivali qatnaşdı. Uyghur xalq naqshlari, Kuchar xalq naqshlari ve Uygan Türkistan 5 qatarlıq CD'larni ishlab tarqatdi. Köreş Kösen, çetelerdeki Uygurlarni, bulupmu Uygur yaşlarını vatan yolunda küreşke ünleş üçün Atlan namlıq jangovar naqshi ijodiyetini yarattı. Sultan bulup han ötken, Uygurum sen cahanda, alem şahit bolganti, sen tarihni yazganda. Qimmatlik radio anglagıç dostlar. Shunday qilib vaqt munosabati bilan 4-chi qatimliq anglitishimiz mush yerda oxirlashdi. Tajribamning yetarlik bo'lmasligi sababidan anglitish jarayonida kamchilik xatoliklardan sodir bo'lmasligi mumkin. Shunga qadrli do'stlarning rozi bo'lmagan yerlari bo'lsa, qimmatli fikr takliflarini berishini, ilhom, yordam va madadlarini oymasligini chin qalbimdan umid qilaman. Eng oxirida har bir Uyg'ur qarindishimning har kunning xotirjam o'tishini, tenining salomat bo'lishini, umid, g'urur va Uyg'urlik iftixoriga to'lib yashashini Janobi Allohdan tilayman. Xayr xo'sh, Xudoga omonat. Keyingi qatim ko'rishaylik.